Assalomu alaykum bizani kuzatuvchilarimiz va obunachilarimiz, aziz xalqimiz. Mana va'da berganidek eng yaqin bo'lgan podpischilarimizni o'zimiz kuzatadigan insonmiz. Ana domlamiz oldlariga ana shu kun akani uchrashgan kunimiz ana maqsadimizga erishdik. Ancha savollarimizga javob oldik. Xudo xohlasa, hol video davomida men hammasini bildiraman. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. As-salatu was-salamu ala sayyidina Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Parvardigor olam, ushbu suhbatda, ushbu yig'ilishda ko'p manfaatlar olindi. Alloh taolo u manfaatlarni xayrli va barakali bo'lmog'ini Robbim nasib aylagin. Shuhrat akani, amakivachchalar profili ostida ishlaydigan faoliyat yuritib, Alloh taoloning fazli ila xalqqa, jamiyatga manfaatlari tegyapti. Bundan da kasb-u korlari, olib borayotgan ishlari rivoj va ravnaq topishligini Alloh nasib qilsin. Alloh taoloning fazli bilan farzandlarimizni, azizlarimizni, ukalarimizni, yoshlarimizni asosiy xayollari, asosiy maqsadlari ilm, tarbiya, hunar bo'lishligini Alloh taoloning o'zi nasib qilib, farzandlarimiz dini diyonatga, millatu mamlakatga xizmat qiladigan salohiyatlik o'g'il qizlardan bo'lishliklarini Alloh nasib qilsin. Va boshqa birodarlarimizga Alloh taolo iymon va tavfiq va yaxshilik bersinki, xuda behuda narsalarga ergashmay, har xil oqimlarga kirmasdan, har xil fikrlarni ittibo qilib, uni ko'pirtirmasdan, islomiy shariatda, yaxshilikda, to'g'rilikda, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek mu'tadillikda bardavom bo'lishliklarini Alloh nasib qilsin. Alloh taolo barchalarimizni diniy faoliyat yuritayotgan imom domlalarimiz, birodarlarimiz, aka-ukalarimizni olib borayotgan ishlariga Alloh rivoj berib, ularning tarqatayotgan ilmlarini, hidoyatlarini, fazilatlarini Alloh ziyoda aylasin. Barchalarimizni diniy va dunyoviy olib borayotgan ishlarimizga baraka bersin. Farzandlarimizni huzur halovatini ko'rishlikni Alloh nasib qilsin. Har bir otalar, har bir onalar farzandlaridan rozi bo'lmoqliklarini, farzandlari o'zlari kutgandan ham ziyoda bo'lishligini, ota-onalar ehtiromda, yaxshilikda, fazilatda farzandlarni har doim duogo'ylari bo'lib turishliklarini Alloh nasib qilsin. O'tgan ota-onalarimizni Alloh rahmat aylasin. Bobo-buvalarimizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Ustozlarimizdan Alloh rozi bo'lib, Alloh har birimizni bosib kelgan qadamlarimizga ajru azimlar va har doim yo'llarda, safarlarda yuramiz. Har doim Allohning panohida bo'lishligimizni Alloh nasib qilsin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammadin va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Tanishganimdan xursand.